Ay ko'rinib qoldim ha. Seni ham boshingga shukurlar tezroq tushsin qizim. Qoching. Ay qaynimcha bir xotin sirab qolgan ekansiz. Shunaqa bo'lib qoldi. Chaqiraymi? Chaqir. Bu salomini bir olaylik. Xurrem sultonim. Qanaqa Xurrem sulton? Ha? Kanizak, qulvachchani chaqiring. Bu yerda volidai sulton. Hozir. Kanizam, bu yoqqa chiqing. Beni soy. Qo'shol qildim. Ey, bu kelin muncha chiqmaydi. Nima chiroyli salom bering, hommi? Ay. Uyalib, egilib. Oyjonga, volidai sultonga, egilib. Olsunjon, ha, egilib. Qattiq. Ay, Olsunjon, shu dakan xo'rozam xafa bo'lmasin. Bitta egilib zo'r qilib salom bering. Bitta emas, 5 ta. Ha, mana 5 ta. Tuxumlarni yeb katta bo'lganman. Xo'roz tuxum tug'maydi, tovuqlar tug'adi, qaynajon. Olsunjon. Mana shu qo'chqorlarga bitta salom bering. Xafa bo'ladi-da, qo'chqorlar. Yo'q, ikkitadan. Ha, Go'shtini yeb katta bo'lganman. ko'ngli bo'sh xafa bo'ladi. Olsunjon. Iltimos. Egilib. Ay! Egilib, Olsunjon. Yana bitta. Men hovliga kelin bo'ldim desam, hayvonot bog'iga kelin bo'pman-ku. Voy. Elim kirishim qisib bo'ldi. Olsunjon. Hay, kelin degan keng kishim, malay bilan teng kishim degan shu qo'shnini bolalariga bitta kelin salom qilaring. Xafa bo'ladi-da. Ha, xo'p. Egilib. Ha. Qani? Rahmat. Aha. Kelin. Lafiya oyijon. Ey, yaqal. Mana Meni ota-onam hayotga to'ymasdan 125 yoshida o'tib ketdilar. Shularga ham bitta salom qiling, aylanay. Kim bu? buvim. Ana endi meni kursdoshlarim bilan sinfdoshlarim bor. Ularga ham birin-ketin salomni boshlayman. 39 ta bo'lib qoldi. Bu yerda 40 ta sinfdoshim bor. Ketdi. Chekkaday qolib ketmasin. Hay, Olsunjon. Mana shu albomdagilarga ham bitta kelin salom qiling. Xafa bo'ladi-da. Erga tegma.